Futbol bo'yicha jahon chempionati kutilmagan holat va vaziyatlarga boy o'tmoqda. Ilk bor jahon chempionatida ishtirok etayotgan jamoalar sensatsiya ko'rsatib muxlislarni lol qoldirmoqda. Navbatdagi lavhamiz jahon futbol maydonidagi yangiliklardan. Futbol olamida yana bir tarixiy sahifa ochildi. Cabo Verde jamoasi o'z tarixida ilk bor jahon chempionati bahslarida maydonga tushib, amalda Yevropa chempioni Ispaniyaga qarshi munosib o'yin namoyish etdi. AQShning Atalanta shahrida bo'lib o'tgan uchrashuv 0-0 hisobida yakunlandi. Ammo bahsning haqiqiy qahramoni 40 yoshli darvozabon Bozini bo'ldi. Tajribali posbon o'yin davomida 7 ta muhim seyf amalga oshirib, Ispaniya hujumchilarining barcha urinishlarini bartaraf etdi. Uning ishonchli va jasoratli harakati Cabo Verdega tarixiy ochko taqdim etdi hamda millionlab futbol muxlislarining e'tiborini o'ziga qaratdi. Ayni damda tajribali darvozabon butun dunyo futbol muxlislari tomonidan haqiqiy sensatsiya sifatida muhokama qilinmoqda. Cabo Verdening tarixiy kechasi va Bozinining qahramonligi futbol olamida nom yoki reyting emas, balki ishonch, iroda, matonat hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini yana bir bor isbotladi. Shuningdek, birinchi tur doirasida ham uchrashuvlar murosasiz va keskin ruhda bo'lib o'tdi. Niderlandiya Yaponiya 2-2, Côte d'Ivoire Ekvador 1-0, Belgiya Misr 1-1, Saudiya Arabistoni va Urugvay 1-1 hisobni qayd etdilar. Bahslarda har bir jamoa g'alaba uchun astoydil kurash olib borib, o'z mamlakatlari sharafini munosib himoya qildi. Eslatib o'tamiz, ertaga Fransiya Senegalga qarshi maydonga tushadi. Shuningdek, Iroq Norvegiya, Argentina Jazoir hamda Portugaliya Kongo Demokratik Respublikalari uchrashuvlari ham futbol muxlislarini kutmoqda.